Davron Akbar yangi milliy sertifikat kitobi 9-variant g'azal tahlili bilan tanishamiz bugun. Xo'p, qilg'ali xil'atin ul sarvi gulandom qizil, qildi kon to'kmak ila dahri gulfom qizil. Demak, ushbu Alisher Navoiyning Qizil latifli g'azali. Birinchi baytini tadbiq qiladigan bo'lsak, qil'ali xil'atin ul sarvi gulandom qizil. Ya'ni ul sarvi gulandom yorim deyapti. Ul sarvi gulandom yorim deyapti. Nima? Xil'ati ya'ni qizil ko'ylagini kiydi deyapti. Qizil ko'ylagini kiydi. Va bu meni bu nima deyapti? Qildi kon to'kmak ila dahrni gulfom qizil. Demak, mana shu qizil ko'ylagini kiyishi orqali oshiqni azoblab, uni qon yig'lashga nima qilibdi? Majbur qilibdi va butun dunyoni gul rangidek, ya'ni qizil gulni rangidek rangga bo'yabdi. Demak, yor, soda tilda aytadigan bo'lsak, yor qizil ko'ylagini kiyib chiqish orqali oshiq azoblangan va qondan ko'z yosh to'kkan va bu qondan to'kilgan ko'z yoshlari esa butun dunyoni bosib olgan va hamma yoq gulning rangi kabi qizil tusga kirgan. Ikkinchi bayt. Lali shavqi bilagar bo'lsa ko'ngli kon ne ajab, kim qizilmay billa to'lsa ko'rinur jom qizil. Xo'p, agar deydi, agar sening lal kabi, ya'ni qizil labing ishtiyoqida ko'nglim qonga to'ladigan bo'lsa, ne ajab? Ya'ni buning ajablanarli joyi yo'qki, zeroki qizil may bila to'lsa ko'rinur jom qizil. Demak, jom bu yerda nima ma'nosida keladi? Qadah ma'nosida. Agarda deyapti, demak, sening shavqing bilan mening ko'nglim qizil rangga kirsa ajablanarli joy yo'q. Ya'ni bag'rim qon bo'lsa, sening ishqingda o'rtanaverganimdan deydi. Ko'nglim qizil rangga kirib shunaqa bo'lib qolsa, buni ajablanarli joy yo'q. Chunki deyapti, agarda jom, ya'ni qadah ham ichi qizil rang bilan to'ldiriladigan bo'lsa, ya'ni sharob bilan to'ldiriladigan bo'lsa, uning rangi tashqaridan ham bilinib turadi. Xo'p, ushbu baytda ko'ngil jomga o'xshatilyapti. Uni ichidagi may esa ko'ngildagi qonga o'xshatilyapti. 3-bayt. Charx agar holima qon yig'lamadi hajr tuni, nega bas bo'ldi shafaqtin yuzi ul shom qizil. Demak, charx ya'ni osmon deyapti. Osmon deyapti, mening hajr tuni, ya'ni hijron tunida mening holimga nima sababdan yig'lamadi? Demak, yig'lamadi deyapti. Hijron tunida mening holimga yig'lamadi. Lekin deyapti, nega shafaqning yuzi shom bo'ldi, ya'ni shom qizil bo'ldi deyapti. Xuddi kunning paytishi, ufqning qizarishi nima sababdan bo'ldi? Hajr meni nimamga kuyingani yo'q-ku, mening ahvolimga kuygani yo'q-ku, ya'ni osmon mening uchun ko'z yoshlarini to'kmadi-ku, lekin nima sababdan ufq qizardi deyapti, bir so'z bilan aytganda. 4-bayt. Qildi qong'liq ko'ngil ul zulf hayolin rangin, raqam etkin kibi shingar bila lom qizil. Mening qonli ko'nglim, qildi qong'liq ko'ngil, ya'ni mening qonliq ko'nglim yorning zulfi, ya'ni sochini hayolini yanada rangin, yorqin ko'radi. Bu go'yoki lom harfi, mana lom harfida qizil rangda yozilganiga o'xshaydi deyapti. Xo'p, lom nimaga o'xshatiladi? Lom Mumtoz adabiyotimizda yorning sochini bunaqa jingalakligiga, ya'ni esingizda bo'lsa, oldinlari ayollar bunaqa qilib chakkalariga quloqlari yonboshidan chakkalariga sochlarini mana bunaqa qilib naqsh qilib qo'yganlar. Bu yerda lom harfi xuddi shunga o'xshatilyapti. Endi buni oshiq rangli qizil rangda ko'radi ekan. Hattoki mana shu chakkasiga qo'yilgan sochni ham.
beshinchi bayt. Gul sevarmenki bu rang etkali xil'at ulshoq, ranglar ichra berur ko'nglima orom qizil. Xo'p, men deydi, men gulni yaxshi ko'raman. Mana gul sevarmenki, ya'ni gulni yaxshi ko'ramanki, sababi chunki o'sha sho'x yor qizil libosini xil'at ulshoq rang etkali, ya'ni qizil libosini kiyadi. Xil'at nima? Ahamiyat bergan bo'lsangiz, ko'ylak ma'nosida kelyapti. Demak, qizil ko'ylagini kiygandan beri qayerda qizil rangli narsalarni ko'rsam, ular mening ko'nglima orom beradi. Mana orom qizil ichra berur ranglar. Demak, gulni ham nima sababdan yaxshi ko'radi ekan? Yorning ko'ylagi qizilligi sababli. Ya'ni yorning ko'ylagi qizilligi sababli qayerda qizil rang ko'rsa ko'ngliga orom beradi ekan va bundan ko'ngli taskin topadi. Gulning qizilligi ham unga zavq bag'ishlaydi ekan. 6-bayt. Husn sotma shafaqing rangidan ey zoli spexir. Kim ani qo'ymag'usi gardishi ayyom qizil. Ey falak deyapti. Ey falak kampiri, ya'ni ey zoli spexir, bu yerda ey osmonning kampiri ma'nosida. Husn sotma shafaqing rangidan. Husn sotma degani husningga ko'p ham nima qilaverma, ishonaverma, o'zingni maqtayverma, ko'rsatib degan ma'noda kelyapti. Ki o'zingni maqtayvermaki, ani qo'ymag'usi gardishi ayyom qizil. Uni deyapti. Gardish ya'ni osmon, falak bu go'zallikni nima deydi? Barqaror qo'ymaydi. Ya'ni bu go'zallik o'tkinchi degan ma'no bor. Bu baytda asosiy dunyoning o'tkinchiligi, go'zallikka aldanmaslik kerakligi haqida gap ketadi. So'nggi baytimiz maqtaga yetib keldik. Komidil garchi Navoiyga maylaling erur. Bo'lg'usi chehrasi xunob ila nokom qizil. Xo'p, garchi deydi, garchi kom bu maqsad bilasiz. Demak, komidil garchi Navoiyga. Garchi Navoiyning dildagi orzusi, ya'ni maqsadi sening labing mayidan bahramand bo'lish bo'lsa-da, mana Navoiyga maylaling erur. Bo'lg'usi chehrasi xunob ila nokom. Nokom bu bebahra, mahrum qolish ma'nosida, ya'ni bu murodiga yeta olmay ko'zlarining qizilligi bilan yuzini qizartirib turaveradi deydi. Xo'p, qisqacha g'azalimiz tadbiri shunaqa edi. Endi savollar bilan tanishamiz. 28-savol. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu g'azalimiz boshdan oxirgacha yorning go'zalligini tabiat tasvirlariga parallel ravishda, ya'ni ular bilan birgalikda unga o'xshatish, mubolag'a, tashxis, yana tamsil, husn talilning go'zal namunalari qatnashdi baytimizda, g'azalimizni har bir baytida. Xo'p, endi savollar. 28-savol. G'azal baytlaridagi mazmun haqidagi to'g'ri javob so'ralyapti bizdan. Ajob, tunning qoraligi va tuman olamni qoplagan qora parda kabi tasvirlangan. Noto'g'ri, tunning qoraligi, umuman tun haqidagi so'zimiz bizni faqat 3-baytimizda bor. Ya'ni bunda ham aytadi, hijron tuni, ya'ni hijron tuni nega meni holimga yig'lamadi? Umuman nega emas, hijron tuni meni holimga yig'lamadi, ammo lekin ufq nima sababdan qizardi degan mazmun bor. Lekin bu yerda tunning qoraligi haqida, tuman olamni qoplagani kabi mazmun yo'q. A javob noto'g'ri. B javob. Yor lablarining qizilligi gullarning rangiga qiyos qilingan. Yo'q, yorning lablarining qizilligi lalga, qimmatbaho toshga qiyoslangan. Ketdi. Gulning qizilligi esa yorning nimasiga? Libosiga o'xshatilgan. S javob. Ko'z yosh to'kib alvon tus olgan yuz kabi tasvirlangan. Bu to'g'ri. S javob bo'ladi. Aynan shu 3-baytimizda bor. Demak, mana shafaqdan ulshon qizil. Ufqning qizarishi ko'z yosh to'kishidan deb ko'rsatilyapti, lekin ko'z yosh to'kmadi-ku degan mazmun bor. D javob. Yor ko'zlarining qoraligi shom rangiga qiyos qilingan. Yo'q, bunaqa ma'lumot berilmagan. 29.
G'azal baytlarida qo'llangan o'xshatishlar haqidagi xato hukm so'ralyapti. Xo'p, ajob, oshiq ko'nglining qon bo'lishi qizilmay bilan to'la jomga o'xshatilgan. To'g'ri, bu ma'lumot mana ikkinchi baytimizda bor. Nima? Qizil may bilan to'lsa ko'rinur jom qizil. Ikkinchi bayt. Bajob, shafaq rangining qizilligi hijron oqshomining qonli manzarasiga o'xshatilgan. Xo'p, bu ham bor. 3-baytda hozir ko'rdik. Sijob, qizil rang bilan bo'yalgan dunyo ishq yo'lida to'kilgan qon manzarasiga o'xshatilgan. Bu ham bor. Bu 1-baytda berilgan bu. Mana. Qilg'ali qon to'kmak ila dahrni gulfom qizil. Shunda bizdan noto'g'ri ma'lumotda javob bo'ladi. Yorning qaddi sarf daraxtiga o'xshatilib, uning balog'at ramzi sifatida talqin qilingan. Xo'p, sarf bilan bog'liq ma'lumot bor. Mana nimada sarvi gulandonim deyilgan, lekin aynan qomati o'xshatilib, u balog'at nimasiga o'xshatilmagan. Ramziga. D javob bo'ladi. Noto'g'risi 30-savol. Parchalar haqidagi to'g'ri hukmni aniqlashimiz kerak. A javob. Tajolif orif san'at asosida ma'no kuchaytirilgan yo'q. Birorta baytda tajolif orif yo'q. Irsoli masal ham ko'rsatilmagan. Bilasiz, irsoli masal maqol matallarni qo'llash. S javob. Muallif fikr bayonida tashxis san'atidan foydalangan. Bu to'g'ri. Tashxis 1 emas, 2ta baytda bor. Bular 3 va 6-baytlar. Xo'p, qaraymiz. Misol, tashxis bilasiz, jonsiz narsalarni jonlantirish, xuddi shaxsi shaxslantirish, jonliga o'xshatish. Demak, bu yerda hajr tunini, ya'ni hijron tunini yig'lashi, osmonning qizil rangga kirishi tashxis bo'lyapti. 6-baytimizda esa zoli spehr, ya'ni osmon kampiri go'zalligi bilan maqtanishi, insonga xos bo'lgan xususiyatlar jonsiz narsalarga ko'chirilyapti. Shunda bizda to'g'ri javob S bo'ladi. Xo'p, D javobimizdan mulohazalar tarzda aks san'ati asosida bayon qilingan. Yo'q, tardaks she'riy san'ati ham mavjud emas. 31. G'azal baytlarda ishtirok etgan she'riy san'atlarni aniqlashimiz kerak. Demak, tamsil baytdagi fikrga hayotiy dalil keltirish mavjud. Demak, 2-baytga qaraymiz. Lali shavqi bila agar bo'lsa ko'ngil qonni ajab. Demak, qizil may bila to'lsa ko'rinur jom qizil. Bu yerda ko'ngilning qizil bo'lib turish rangini nima bilan? Hayotiy dalil bilan, xuddiki jom, ya'ni qadahga qizil mayni solsak, uning rangi tashqaridan ham, ya'ni bilinishi, ko'ngilning ham ichi to'la qon ekanligini bir qarashdan bilishga o'xshatilyapti. Keyingi tamsil mavjud. Kitobot albatta bor. Boya ko'rdik lom harfini, ya'ni nimaga? Sochga o'xshatilishi lom harfini. Aynan bayti 4-baytda ekan. Apostrofa bu ham mavjud, ya'ni jonsiz narsalarga murojaat qilish. 6-baytda berilgan ey zoli spehr birligi, ya'ni osmon kampiri deb murojaat qilishimiz apostrofa hisoblanadi. Shunda barchasi mavjud ekan, to'g'ri javob S bo'ladi. Keyingi savol 32. G'azalning umumiy mazmunida ifodalangan to'g'ri hukm so'ralgan bizdan. A javob. Tabiat go'zalligi va insonning undan zavq olishi. Tabiat go'zalligi bor, lekin insonning zavq olishi berilmagan. B javob. Xalqning ijtimoiy tengligi va adolat g'oyasi ilgari surilgan. Yo'q, ijtimoiy tenglik haqida gap ketmagan. S javob. Oshiq dunyo ishlaridan voz kechib tarki dunyo hayotini tanlashi madh qilingan. Bu to'g'ri javob. Yo'q. Voz kechish yo'q. Nimani? Hayotni tanlashi umuman berilgan, lekin tarki dunyo hayot tanlashi yo'q. Noto'g'ri. D javob. Dunyoviy go'zallik vaqtinchalik, faqat ishq dardi boqiy ekanligi. Mana shu ma'lumot to'g'ri bo'ladi. Aynan nimada? 7-maqtada berilgan, mana yo'q, maqtada emas, 6-baytda berilgan. Nimaga? Osmon kampiriga go'zalliging bilan maqtanma, bu ham o'tkinchi degan g'oya bor. Shunda bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. Demak, shu va shu kabi qiziqarli nimalarni, g'azal tahlillarini, milliy sertifikatga kerak bo'ladigan ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lishni, like va izoh yozishni unutmang.